Yo'q, biza sizga yetmasdan cho'tki skidga e'lon qilardik, jigarim. Men qiziqib turibman, hozir bularni hammasi men javob beraman, skidga tushib ketgan. Hammasi. Nech pul? Bu dubayskiy moyimiz, yashil bo'ladi. Xabarim bor. Xabaringiz bor? O'tgan videoda ko'rsatgansizlar. Shunaqa. Koryonga ham skidga berganmiz. Buni narxi bor yo'g'i 299 ming so'm. 299 ming so'mga moyi olishadi. Qolgan hamma narsa tekin. Hammalar tekinmi? Diagnostika ham qilib beramiz, suxoy tuman urib beramiz, keyin moy almashtirish ham tekin. 299 ming so'm, keyin balon qoraytirgich, Gubka, dvornikka suv, antifriz 1 litr, filtrlari, latta, hamma narsa bor. Bola menimcha bu yoqda reklama qilib o'tirish kerak emas. Buni randomni ko'chadagi любой odam kelib turib, "Mashina, mana buni olsanglar, qolgani tekin" desa, menimcha odamlar ko'rib kelish kerak. Reklamaga hojat qolmagan narsa. Shuning uchun hammalarga maslahatim, kelinglar premium moy. Keyin bitta narsani aytmanman, jigarim, har juma kuni bitta odamga ehsonga prosta tak hamma narsani tekinga shunday beraman. 299 ming ham kerak emas. Moylar bilan pul tekin. Hamma narsasi tekin. Faqat arendada yurgan, kirada yurgan har juma bitta odamga. Bo'ldi. Mashinaga o'zi ko'chib yuborish kerak ekan. Kim mashinasi bo'lsa, mashina sekin zapravka qilib qaytaringlar, avtdan moylarni sekin to'g'rilab ketaverasiz. Premium moy har doim sizlar uchun ishlaydi.